Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan xavfsiz kibermakon tezkor profilaktik targ'ibot tadbiri davomida Namangan tumanida yashovchi ayol Mobi.uz Namangan viloyati filialidan 2023-yil 12-oktyabrda rasmiy diler sifatida ro'yxatdan o'tib, 2025-yil mart oyida respublikamiz bo'ylab o'tkazilgan tashabbusli budjet loyihasida qatnashib, shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqib, fuqarolarning pasport ma'lumotlarini noqonuniy ravishda soxtalashtirib, Mobi.uz kompaniyasiga tegishli 1000 dan ortiq abonent raqamlarini rasmiylashtirganligi aniqlandi. Tezkor texnik tadbirlar davomida mazkur shaxs tomonidan rasmiylashtirilgan raqamlar tanlab ko'rilganda, ularning har biri 1 milliard so'mdan kam bo'lmagan mablag' bilan 24 ta tashabbusli budjet tanlovida g'olib sifatida qayd etilgani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi terror guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 141 moddasi 2-qismi B bandi, 228 moddasi 2-qismi A B bandlar hamda 278 moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.